Abu Said Abu Hurayra radhiyallohu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam biror musulmon kishiga zahmat, bemorlik, tashvish, xoflik, aziyat, g'am yetib, hatto bir tikan sanchilsa ham Alloh uning xatolarini o'sha sababli o'chiradi. Ibn Mas'ud radhiyallohu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kirsam, o zot ismalab yotgan ekanlar. Men, ey Allohning rasuli, siz qattiq ismalayapsiz-a, desam, o zot, ha, men sizlardan ikki kishi ismalagani kabi ismala bo'lganman dedilar. Unda sizga ikki ajri bo'ladimi desam, o zot, ha, shunday. Shu singari biror musulmonga aziyat yetsa, tikanmi yoki undan kattarog'i, u tufayli Alloh yomonliklarini o'chirib, xuddi daraxt bargi to'kkandek undagi gunohlarni to'kiladi dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh kimga biror yaxshilik xohlasa, u biror musibat mubtalo qiladi dedilar. Anas radhiyallohu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan biringizga zarar yetganida o'limni orzu qilmasin. Agar u orzu qilish muqarrar bo'lib qolsa, Allohim hayot men uchun xayrli bo'lsin. Tirik yo'q. Agar o'lim xayrli bo'lsa, jonimni ol deb aytsin dedilar.